Assalomu alaykum azizlar. Bugun Zangida tumani Bekbaraka ko'chasiga mahallasiga kelganmiz. Shunaqa chiroyli fayzli xonadonimizni birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bozorcha akalarimiz uchun zo'r variant ekan. Ishxonalariga bir qadam. Birga sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ketdi. Kirishimiz bilan shunaqa ikkita mashina bemalol sig'adigan joylarimiz bor ekan. Xo'p, birinchi xonamiz spalni bo'ladi. Birga sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Kelinglar. Xo'p, bu yog'imizda sanuzilimiz bo'ladi. Alohida e'tibor berasizlar. Yer tuvaletlar qilib juda ham chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Eng glavnisi kirishimiz bilan mana bunaqa yoshlar katta onaxon, otaxonlarga tahoratxona qilib qo'yishgan ekan. Dikkator xonamiz shu yerda joylashgan ekan. Xo'p, keyingi xonamizda zalimiz bo'ladi. Juda ham kattagina, yorqin, chiroyli aboylardan foydalanishgan ekan. Zalimizdan chiqishimiz bilan okalar oshxonamizga ko'rishimiz mumkin. Juda ham chiroyli mebel texnikalarini tayyor qilib qo'yishibdi. Egalari bilan kelsa, gaz bilan xolodilnik qolar ekan. Xo'p, oshxonamiz bilan chiqishimiz bilan okey. Xo'p, bu yerda qarang. Bitta spalni, bolalar xonasi, yana alohida ham spalni joylashgan ekan. Birinchi spalnidan ko'rishni boshlaymiz. Mana bitta kirib ko'ring. Spalnimizning o'zini alohida sanuziligi ekan. Juda ham chiroyli ranglardan foydalanishibdi. Xo'p, bu yerda o'zini alohida tualet qilib qo'yishgan ekan. Juda ham chiroyli qilib. Shuni yonida bitta sanuzilimiz joylashgan ekan. Juda ham kattagina qilib qo'yishdi, gap bo'lishi mumkin emas. Uni yonginasida bolalar uchun yotoqxona qilib berishgan ekan. Remontiga alohida baho berasiz. Buni orqa hovlisi ham bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, akalar, orqa hovlini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Ketdi. Mashit bilan, yo'li bilan ketaverar ekanmiz. Endi bu yerda bitta qiladigan ishingiz attentovmi, o'zingizga mos qilasizmi, tosh qilasizmi, travertin qilasizmi? Chiroyli qilib olasiz, okajonim. Xo'p, keling. Orqasini ham qarang, mana tepalarga ahamiyat bering. Chiroyli qilib ham navas qilib, yozgi oshxona ham qilib qo'yganlar, tayyor qilib. Endi buni ustini o'zingiz kafil, mramor qilib chiroyli qilib olasizlar. Juda ham kattagina qilib qo'yishgan ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bu yerga o'zi hojatxona qilish maqsadida qilingan ekan. Xohlasangiz hojatxona, xohlasangiz kaldovka qilib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, akalar, bu yerda eng zo'r joyini aytaman. Ya'ni bir qavat qurgan ekanlar akam. Juda ham chiroyli mehr berib qilgan ekanlar, gap bo'lishi mumkin emas. 5 sutu maydonga tushgan. Binoyimizning umumiy kvadraturasi 280 kvadrat metr ekan. Suv, gaz, svetdan umuman muammo yo'q. Mahallamiz tupikda joylashgan. Ortiqcha bezovta qilishmaydi. Ko'chani boshida darvoza bor, yopib qo'yasizlar bemalol. Xonadon juda ham fayzli ekan. Bozorda ishlaydigan, Bekto'pi, Bekbaraka, Abu Sahid ishlaydigan akalarimiz uchun juda ham zo'r variant. Ishxonalari bir qadam bo'ladi. Narxlarni ham juda ham chiroyli narxlarda qilib berishyapti. 170 ming bilan kelasiz okajonim. Shundoq yuznomizga o'tkazib berishadi. Akalar, uyi bizani kanaldan baraka qiling. Yana kelsangiz, uy egalari bilan gaplashib, juda ham chiroyli narxlarda qilib berishadi. Baraka qiling, sog' bo'ling, charchamang, o'z ehtiyot qiling, qo'shni tutmang.